Xullas qarindoshlar, nutellani olib, xamirni ustiga surib chiqib, uni ustidan yana bir marta xamir qo'yib, undan keyin mindeshkin qilib kesib, shunday qilib o'rab pishiradigan bo'lsak, shokoladli kurasan bo'lar ekan-di. O'xsharmikan a? Deb turib shokoladli kurasanni boshlab yordim qarindoshlar. Uning uchun bitta xamirni olib, chin bozor do'kondan olingan o'qlovchamizda yaxshilab yoyib, kichkina demang bizni yoyib tashlaymiz xamiringizni deb turib, kichkinagina o'qlovchamiz xamirimizni mo'shni qilib yoyib berdi. Ana undan keyin dobrigina qilib nutelladan xamirning ustiga quydim. Hozirdan ishtahalarim ochilib ketyapti-ya buni ko'rib. Shokoladni ustidan xamirni yopib, bir o'qlov bilan masaj qilib, ana undan keyin 3 burchak qilib kesib, eng asosiy joyi qarindoshlar, shunday qilib o'raydigan bo'lsanglar, jabr chiroyli qug'asan chiqar ekan. Qarindoshingizdan normalniy konditer chiqar ekan, qaranglar buni chiroyli chiqayotganini. Shunchasini o'zim qilganimga o'zim ishongim kelmayapti qarindoshlar, shunaqa chiroyli chiqdi. Ana undan keyin bu go'zalliklarni ustiga tuxumni sarig'ini surib, 180 gradusga 25 minutga duxovkaga jo'natdim. Qarindoshlar, ajoyib yangilik. 27-28 may kunlari qarindoshingizni Big Money School onlayn maktabida Xitoydan mahsulotlarni zakaz qilish 2 kunlik tekin darsligi bo'lib o'tmoqda. Bu darslikni o'tkazib yubormaslik uchun aynan mana shu link orqali yopiq Telegram kanaliga qo'shilib olinglar. Shokoladli kurasanimiz biram chiroyli pishdi. Endi esa eng asosiy degustation joyi qarindoshlar. Voy mazasi prям bomba bo'pti. Qo'llarim dard ko'rmasin. Buni oshxonaga umuman kirmaydigan qizlar ham bemalol pishira oladi-yu. Bu retseptni aynan o'sha qizlarga jo'natib qo'yinglar. Happy end